O'zbekistonda kino va serial tomosha qiluvchilar anchagina. Kimdir Netflix, Kinopoisk kabi pulli servislardan foydalanadi. Yana kimdir esa tekin saytlardan, yana kimlardir esa o'zbek onlayn kinoteatrlaridan tomosha qiladi. Masalan, bularga ITV, Allplay yoki Salom TV'larni misol qilib keltirish mumkin. Onlayn kinoteatrlar bozori potensial jihatidan juda yuqori baholanadi. Masalan, birgina Netflix O'zbekistonda yarim yilning ichida 7,5 milliard so'm daromad olgan. Biz bu sohani yaxshiroq o'rganish uchun Salom TV rahbari Shohruh Murtazayev bilan suhbat qildik. Agar suhbat sizga yoqsa, like bosing va bizga obuna bo'lishni unutmang. Demak, boshladik. Bitta pachka sigareta muncha turmaydi, bitta baklashka kola ham undan qimmat turadi. Tushunasizmi? Bu kulgili. Va bizlar ham o'sha uchun serial qilamiz. Chunki biz onlayn bitta kino qo'ysak, bir marta ko'radi, ketib qoladi. Maishiy muammolarni biz olib chiqmaymiz. Biz ijtimoiy odamlarni nima bezovta qilayotgan ijtimoiy muammolarni olib chiqamiz. Masalan, 1,5 yil ichida biz 3,5 milliard so'mlik o'zimizning kontentimizni eksport qilganmiz. Maktab degan serialimizni 2021-yil seriyasiga 25 million so'mga olganmiz. Biz mumkin yaxshi kino olmaymiz, потому что bizda kinoteatrlar kam. Davlat kino ishlab chiqarishiga men umuman vaqti qarshiman. Chunki davlat kino ishlab chiqarmashi kerak. O'zi umuman davlat hech narsa ishlab chiqarmashi kerak. Ko'p saytlar, pirat saytlari bor. Kirsangiz 10 mingtalab o'zbek tilidagi kontent bor. Tak, qarang, bizlarni hozir mana O'zbekiston bozorida o'sha Minfakomdan 20 ta onlayn kinoteatr nimadan registratsiyadan o'tgan davlatdan. O'sha 20 ta onlayn kinoteatrni umumiy olib qarasangiz, o'sha har oy pul to'lab ishlatadigan foydalanuvchilari 1 millionga yetsa yetadi, lekin undan o'tmaydi. Bu aniq informatsiya. Endi umumiy bozorni oladigan bo'lsak, mana masalan taniqli banklar bor, fintexlar bor, ular katta nimalari bor, 10 yillab ishlab kelayotgan banklarda. Ularni masalan foydalanuvchilari, to есть biz aytayapmiz, masalan yosh auditoriyadagi odam smartfoni bor, приложение skачать qila oladi, pul to'la oladi, ishlata oladi. Masalan, shunaqa auditoriyani oladigan bo'lsak, ob'yomi kamida 16 million. Atak 20 milliongacha borsa bo'ladi. Endi shunaqa ob'yom bozorida 1 millionga 20 ta onlayn kinoteatr ga 1 million ham chiqmasligi, bu bozorni haqida nima desa bo'ladi? Bu вообще rivojlanmagan bozor desa ham bo'ladi. Tushuntiribsizmi? Ko'p onlayn kinoteatrlar potensialga ishlayapti hali. Ko'p juda ham. Butun kino teatrlarda yuzlari soni 1 million. Onlayn kinoteatrlarni umumiy hisoblasangiz, mana har oy pul to'lab nima qiladigan bo'lsa, где-то 1 milliondan o'tmaydi deb biz hisoblayapmiz shunaqa deb. Buni meni hamkasblarim hamma biladi, в принципе, o'zimiz bilamiz o'zaro. Endi qarang, biza masalan o'sha 20 ta onlayn kinoteatrga 1 million auditoriya, ito'g'itda hozir bilasizlar, domiнирующий deb aytiladi, domiнирующий onlayn kinoteatrlar bor. Ular 10-12 yildan beri ishlab kelayotgan onlayn kinoteatrlar bor. Bizning hamkasblarimiz. Biz hali yangi onlayn kinoteatrlarimiz. Ular asosiy qismini oladi o'sha ob'yomni. Shu hozirgi 1 millionni asosiy qismi ularda-da. Bizlar shu asta-sekin ko'paytirib boryapmiz-da. Bu yerda raqobatchilik yo'q deb hisoblayman men. Nimaga? Chunki biz 20 milliondan 1 millionni endi hali yetib kelganmiz. Qanaqa raqobatchilik haqida bu yerda gap bo'lishi mumkin deb men o'ylayman-da. Bu aniq. Chunki siz hali bozoringiz mana shuncha ob'yomini освоить qildingiz-da, tushunasizmi? Qanday siz nima qilishingiz mumkin? Bu uyatli. Tushuntiribsizmi? Bu degani hali onlayn kinoteatrlar endi rivojlanish stadiyasida turibdi. Chunki lekin bu yaxshi bo'ladi va xudo xolasa bu umumiy yaxshi bo'ladi bozor uchun, asosan kinoteatrlar, kino sohasi uchun, kino sanoati uchun bu zo'r bo'ladi deb o'ylayman. Endi mana bozor haqida yana aytib o'tadigan bo'lsak, asosiy bizning muammomiz nimada?
bizning asosiy muammomiz. Nimaga bizda mana shunaqa kichkina auditoriya desak bo'ladi? Birinchilardan bu bizani odamlarimizda, foydalanuvchilarimizda to'lov madaniyati hali shakllanmagan, hali rivojlanmagan. Chunki mana media, imенно to'lov madaniyati bor. Qandaydir bir nima uchun, qandaydir bir servis uchun da, lekin media uchun yo'q. Bu nimaga? Chunki bizda YouTube'larda bepul kinolar qo'yilardi. Hozir ham qo'yilib kelyapti, bepul seriallar. Uni kim qo'yadi? Uni O'zbek kino qo'yadi. O'zbek kinoni kinolari. U O'zbek kinoni kinosi davlat puliga olinganmi? U servislarda sotilmaydi. U odamlarni soligidan ketgan pulga olingan davlat puli. Ikkinchisi bu telekanallar. Seriallarni o'zi novellalarni qo'yadi YouTube'ga. U yerda daromad asosiy ular masalan reklamni blokdan oladida pulni va ikkita segment kelganda bizda hozirgi kungacha ikkita segment kelgan как media sohasida. Birinchisi bu davlat targ'ibi, davlat o'sha nima deydi, davlat propagandasiga qurilgan baribir kinolar. U qanday kino bo'ladi? U yerda nima deydi? Neestественно nima deydi o'zbekchada? Notabiiy kino bo'ladi. U yerda notanish nima deydi, bizga taniqli bo'lmagan konfliktlar, qahramonlar bo'ladi-da. Endi bu agar ichiga kirib ketadigan bo'lsangiz. Va bu yerda nima deydi? Arzon, sifatsiz telenovellalar. Tushunasizmi? Ikkita mana shunaqa segment bizda bozorda hali ham mana egallab kelyapti. Va u uchun odamlar hech qachon pul to'lamaydi. Даже o'shalardan pul qo'ysangiz pul to'lamaydi. Nima uchun men bunga pul to'layman deydi. Bu yerda biz hozir mana original web seriallar olyapmiz, harakat qilyapmiz, yaxshi mablag' pul tikyapmiz, qattalanib investitsiyalar jalb qilyapmiz-da, auditoriyamizga mana servisga kirib ko'ringlar deyapmiz-da. Atigi bir 10 ming, 15 ming so'm masalanda. Mana nima deydi, bitta pachka sigaret ham uncha turmaydi, bitta baklashka kola ham undan qimmat turadi. Tushunasizmi? Bu kulgili. Va shu degandek, shuning uchun ham bizning hali auditoriyamizda madaniyat to'lov shakllanmagan. Ya'ni o'sha buni aytib o'tish kerak, media sohasi uchun. Именно media sohasi uchun. Вот bozorning ahvoli o'shaning uchun shunaqa aka. Qarang, birinchi navbatda juda ham katta farq bor. Biz serial olamiz, hali kino olmayapmiz. Bu juda ham muhim narsa, chunki platformalar baribir e'tibor qilish kerak. Dunyo tendensiyasida seriallar hozir zo'r seriallar borda, kino sifat bo'lyapti. Nimaga? Chunki dunyo bo'ylab o'sha onlayn kinoteatr servislari rivojlanmoqda. Smart TVda ko'rilyapti. Soответственно, o'sha onlayn kinoteatrlar nimadan daromad ko'radi? Qancha ko'p удержание degan nima bor? Vazifa bor. O'sha ushab kelish kerak-da, nimasini, auditoriyani, userni. Va o'shaning uchun seriallar ko'payib ketgan. Rivojlanib kelmoqda serial o'zi segmenti. Va bizlar ham o'shaning uchun serial qilamiz. Chunki biz onlayn bitta kino qo'ysak, bir marta ko'radi, ketib qoladi, tushunasizmi? Bizda 10 ta seriya qilsak, 5 ta seriya birinchi oyga to'laydi, ikkinchi oyga yana 5 ta seriya qolganiga to'laydi. Ana 2 oyga biz 2 oyga pul yechdik biz ulardan, tushuntiribsizmi? O'shaning uchun bu yog'iga endi servislarda o'sha mana shu servislar uchun seriallar rivojlanib keladi. Endi farqiga bo'ladigan bo'lsak, katta farq bor. Birinchilardan biza pul to'latishimiz kerak. Auditoriya pul to'lashi kerak uchun. Uning uchun pul to'lash kerak bo'lgani uchun u seriallarga endi biza masalan sun'iy narsa qila olmaymiz. Masalan, auditoriyalarimiz, qahramonlarimiz tanish bo'lishi kerak. Auditoriya uni tanishi kerak. Zavязка konfliktlarimiz istoriya seriallarimizdagi ular masalan telenovellalarga o'xshamaydi. Ya'ni maishiy muammolarni biz olib chiqmaymiz. Biza ijtimoiy odamlarni nima bezovta qilayotgan ijtimoiy muammolarni olib chiqamiz. Bu masalan giyohvandlik desak bo'ladi. Mana maktab serialimiz bo'lsa, u yerda maktabchilar ana nima qilib yuribdi. Nima deydi, kuryer bo'lib yuribdi masalan. Misolda endi zakladchiklarda admin seriali masalan hozir mana IT rivojlangani bilan kiber xavfsizlik ham katta muammo bo'lyapti. Ko'p nimalardan qarta yechilyapti. O'sha muammolar. Misolda endi shunga o'xshagan ijtimoiy muammolarni biz olib chiqyapmiz bizning seriallarda. Bizning seriallar masalan erkinroq.
bu ma'noda. Chunki biza o'sha odamlar nima muammo bo'layotgan bo'lsa, odamlarga shu nima kerak bo'lsa, o'shani beryapmiz-da, tushunib turibsizmi? Aynan Salom TV bo'yicha masalan bizda mana bunaqa narsa bor. Bilasiz, MAU bor, Yes PAO. Masalan o'sha kelib umumiy nima qilayotgan bo'lsa, oyiga kamida 100 mingta obunachilarimiz bor. Kelib nima qilib registratsiyadan o'tib, qaysidir joyda sotib olyapti, qaysidir joyda masalan ishlatmayapti. Shunaqa 100 ming nima foydalanuvchilar bor, qiziqib kelayotgan. Lekin o'rtacha masalan serialimiz agar setkada original serialimiz ketayotgan bo'lsa, где-то shu oyiga 100 mingga ham chiqsa bo'ladi. Masalan to'lov nima qiladigan bo'lsa-da, masalan foydalanuvchilar yetib kelishi mumkin. Umumiy servisimiz bo'ylab, masalan YouTube, hamma ijtimoiy tarmoqlar, bizda endi ekosistema-ku u yerda. Masalan, hammasini umumiy nazarga olgan bo'lsangiz, bizda 1 million foydalanuvchilarimiz bor. Masalan, qaysidir foydalanuvchimiz YouTube'da ko'rganda, davomini masalan platformaga o'tib ko'rmagan qolib ketgan. Lekin u bizning obunachimiz, biza unga dostupimiz bor, уведомление jo'natamiz, u bilan ishlaymiz. Buni biza rus tilida teplая auditoriya, issiq foydalanuvchi deb aytiladi-da. O'sha 1 million bor, tushundingiz-a? Salom TV strategiyasi nimaga o'zi qurilgan? Biz bilardik, bozorda mana masalan 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi biza major deymiz, o'sha content yetkazuvchi o'sha bizda nimalar bor, servislar bor. Misol Rossiyaning nimalari, platformalari yoki Amerikaning Disney, Paramount, hammada bir xilda, mana kirib ko'rsangiz platformalarga plus-minus bir xil hammada. Mediatek, Amigo, hammada bir xil. Biz buni bilardik. U narsa bilan biza hayron qoldirmaysiz auditoriya. Biz asosiy shu strategiyamiz va asosiy ketayotgan mablag'imiz bu o'zimiz ishlab chiqarayotgan web seriallar. Baribir bu yo'nalishda hozircha biz liderlik pozitsiyalardamiz va o'sha bizani o'sha nima deydi, core produkt deydi. Shu ustida nima qilyapmiz. Va bizda masalan siz nima bilan farqlisizlar desangizlar, men farqini unaqa sizga sanab berishim qiyin bo'ladi. To'g'risini aytaman men. Agar bu original bizning serial bo'lmasa. Chunki hamma funksiya plus-minus удобство deydi-ku, o'sha usability deb aytiladi. Hammada bir xil. Qaysi hamma platformani ishlatsangiz bo'ladi, masalan, bemalol. Примерно hammada bir xil content, tushunib turibsizmi? O'shaning uchun ham o'sha Rossiya bozorida endi bizga yaqin bo'lgan, mana Qozog'iston bozorida hozir mana bu ham rivojlanyapti. Amerika dunyoviy bozoridan olsangiz ham Netflix, Amazon Prime, masalan, HBO, kim yana ham hammasi nima bilan konkurensiyya qiladi, nimasi bilan farqlanadi? Baribir o'sha original content bilan. Va bu yaxshi narsa. Biza juda ham muhim narsa, bu narsadan biz o'zimiz ham masalan ilhomlanamiz. Masalan bizning content chet davlatlarda ham hozir chiqyapti. Misol uchun biza 3,5 milliard so'mga o'zbek kontentni eksport qilganmiz. Bu 1,5 yil davrida. Masalan 1,5 yil ichida biza 3,5 milliard so'mlik o'zimizning kontentimizni eksport qilganmiz. Mani bilishim bo'yicha bunaqa summada hali O'zbekistonda bo'lmagan nimalar eksport. Ya'ni media sohasida hali unaqa eksport bo'lmagan. O'zbek tilidagi kontent eksport bo'lgan. Sirmas ko'p ketgan, masalan kamida $500 million ko'p pul ketgan. Hozirgacha hisoblasangiz. Asosiy baribir shu ketkazadigan pulimiz shu baribir kontentga. U ham agar uni inobatga oladigan bo'lsangiz, hozir bozor narxi masalan bitta web serial ishlab chiqarish o'rtacha hisoblasangiz juda ham kam bu.
ishlab chiqarish. Masalan, o'rtacha hali bir 2 yil oldin 30 million edi bitta seriyasiga. 30 million so'm. 30 million so'm bitta seriyasiga. Biz masalan maktab degan serialimizni 2021-yil seriyasiga 25 million so'mga olganmiz bitta seriyasini. Hozir mana agar qaraydigan bo'lsangiz 45 million, 50 millionlardan o'tdi hozir bitta seriyasi. Lekin bu ham kam. Chunki bu degani juda yaxshi sifatli narsa ola olmaysiz. Nimaga kam desangiz, chunki umumiy ob'yom bozor shunaqa past. Masalan, biza masalan keling hozir 1 milliardlarga serial olamiz. Uni qanday qaytarib berasiz investorga pulni? Tushunasizmi? O'sha narsalarni biz endi bozorimizni o'rtacha hisoblab aytadigan bo'lsak, shunaqa narxlar. Har doim buni aytib kelganman. Bizda shunaqa hozir zo'r imkoniyatlar yaratib beryapmiz. Masalan, menda hozir seriallarni ko'rayotgan bo'lsangiz, 80% seriallarni yosh debyutant rejissyorlar olgan. Tushunasizmi? Mana hozir masalan olib qo'yadigan bo'lsangiz, bizda yosh nimalar, yangi chehralar har doim ishlaydi. Hisoblab bersangiz ham mana maktabda ham hammasi yosh, hali ular taniqli emas yuzlar bo'lgan. Admin serial masalan futbol haqidagi Out, почти hammasi hisoblasangiz, hammasini ko'radigan bo'lsangiz, bular o'sha teatral institutda o'qiydigan bolalar, studentlarda masalan o'shalar kelib tushyapti. Yangi chehralar ochyapmiz. Rejissyorlar. Biz rejissyorlarni o'sha test shoot qilamiz, ular bilan ishlaymiz, masalan, probni qiladi ular. Keyin ularga biz imkoniyat yaratib beramiz, ular o'zini ko'rsatadi. Tushunasizmi? Undan tashqari, endi bu ish bo'lgandan keyin, loyiha bo'lgandan keyin, serial bo'lgandan keyin u yerda o'zini masalan hamma ko'rsatishga harakat qiladi. Rejissyor, aktyorlardan tashqari, prodyuserlar, grimyorlar va hamma. Chunki ularga imkoniyat kerak o'zini ko'rsatish uchun. Shuning uchun men o'ylaymanki, hozir biz kamida 5 ta mana bozorga 5 ta yaxshi yosh rejissyor berdik mana masalan 100%. Oddiy misol bizda mana Toshkent 94 degan serialimiz bor. Uni Muzaffar aka Qarabayev olgan. Muzaffar aka masalan juda ham kuchli rejissyorda, lekin ular hali web serial olib nima qilmaganda, bizga web serial olib berdilar. Mana zo'r chiqdimi? Ulardan keyin bizdan keyin masalan ITV jamoasi Aybsiz degan ajoyib serial oldi va u yerda rejissyor kim bo'ldi? Mana Muzaffar aka bizda ishlagan. Bir-birimizga hozir nima qilyapmiz, tushunasizmi? Bir-birimizga mana zo'r tal cho'kdi. Unda yaxshi chiqadigan rejissyor bo'shadimi, bizda ishlashi mumkin. Bu shu tomonlama Salom TV endi biza son jihatidan ko'p olyapmiz-ku hozir. Shunga nisbatan ham bizda ko'p imkoniyatlar berilyapti. Muhimda bu, juda ham muhim. Chunki masalan rejissyor agar serial, kino olmasa, masalan как ремесло bu nima qilmasa, bu yuraveradi, men rejissyorman deb. Mana masalan kichkina nimalar, korotkий metr olishi mumkin. Mana o'zbek kinoda qanchadan ko'p yosh talantli bolalar bor. Ular lekin hammasi nima olib yotibdi, nima deydi, kichkina korotkометражkalar olishadi-da. Bu yaxshi yo'lni, masalan, har bitta rejissyorni yo'li bo'ladi-ku, shu boshida kichkina korotkометражка olishi bu zo'r. Ammo dальше qadam qilish kerak-da, u katta kino yoki serial olish kerak, tushunasizmi? Ularga u yerda unaqa imkoniyatlar berib turgani yo'q, tushunib turibsizmi? O'zi umuman hozir o'zbek kino haqida ham emas gap. O'zi umuman sanoatimizda unaqa katta imkoniyatlar yo'q. Masalan, tushunasizmi? Shuning uchun qancha ko'p seriallar xususiy sektorda olinsa, yaxshi sifatli, shuncha ko'p nima bo'ladi-da, e'tibor qilinadi bunga. Monetizatsiya asosiy har bitta onlayn kinoteatrning baribir o'sha servisda podpiska bo'ladi, obunada. Bu o'zi hozir obuna sistemasi, o'zingiz bilasiz, nafaqat biz onlayn kinoteatrlarda, balkim
hamma joyda shunaqa bo'lyapti hozir. Ko'p nimalar shunga kelgan hozir. Ko'p servislar shunga kelgan. Bu birinchi navbatda, endi ikkinchi navbatda bu hali kam, bu nima rivojlantirmaganmiz, bu yo'lni monetizatsiyani sponsorskiy integratsiyalar albatta. Masalan, to'g'ri savol berdingiz, o'zi juda ham aktual savol berdingiz. Siz aytayotgan mana saytlar bor-ku, ular pirat, lekin ular bilan biz kelishganmiz. Ular masalan bizning nimaga tegmaydi, kontentga tegmaydi. Bizning asosiy muammomiz Telegram bo'lib turibdi. Telegramda yosh bolalar kinomizni nima qilishadi, olishadi. Mingta защита, DRM o'sha защита deydi, o'sha himoya qo'yganingiz bilan foydasi yo'q. Chunki mana Netflix seriallari ko'rilyapti. Netflix agar himoya qilmayotgan bo'lsa, biz nima haqida gap bo'lishi mumkin, tushuntiribsizmi? Mana nimani oladigan bo'lsangiz, $9 milliard olib kelgan. Agar men adashmasam, to'g'ri statistikani yozib qo'ying, iltimos. Nimaga? Kalmar o'yini. Adashmasam $9 milliard, adashmasam. Rasmiy Netflixning obunachilaridan kelgan bu pul hali qanchadan nima pul kelmagani bu nimadan, piratlardan, tushuntiribsizmi? Lekin o'sha u ham mashhur bo'lib ketdi-da, tushuntiribsizmi? Agar faqat Netflixda ko'rib bo'ladigan bo'lsa edi, masalan bizni ko'rmasdik uni. Biz masalan menimcha bizda ko'rib bo'lishimiz qiyin bo'lardi. Chunki Netflix foydalanuvchilari bizda kamda baribir. Albatta hamma platformada taxmini bo'ladi, prognoz bo'ladi. Misol uchun bizda boshqa platformalarga qaraganda baribir bizga uzoq nima kerak, bizga vaqt kerak, chunki bizga juda ham ko'p pul nimaga sarmoya qilamiz, ishlab chiqarishga, kontent. Eng qimmat bu. Misol boshqa servislardan o'sha ofitsialniy rasmiy kinolarni sotib olib qo'ysangiz ham seriallarni siz arzonroq bo'ladi. Chem siz masalan o'zingiz ishlab chiqarsangiz serial, tushuntiribsizmi? Chunki unga komanda ishlaydi. Siz menda ham 10 ta kreativniy prodyuserim bor, har oy oylik oladigan, misol ularga oylik berish kerak и так далее. Shu katta rasxod bo'ladimi? Siz minusga kiryapsizmi? Uni plusga olib chiqish uchun uzoq bir yil vaqt ketadi. Shuning uchun bizning Salom TVni, ya'ni Salom TVni yo'li qiyin. O'shaning uchun ham. Endi agar siz mendan so'rasangiz, taxminiy nima desangiz, masalan, biz shunga umid qilyapmiz, shu kamida 3 yilda chiqamiz degan. 2028larga biz sof foydaga chiqamiz degan umiddamiz. Agar siz o'sha Netflix haqida ko'p gaplashyapmiz, ularni oladigan bo'lsangiz, ular adashmasam 12 yilda chiqqan. Nimaga? Sof foydaga chiqqan 12 yilda. Jozibali emas, afsuski. Masalan, mana O'zbekiston investorlari o'zi umuman mana hali investitsiya sohasi, hali o'zingiz bilasiz, endi rivojlanib kelmoqda. Asosiy misol siz o'sha Kremniy dolina Amerikada ham o'sha yerda agar investitsiya qidirsangiz, u yerda 5-6 yilda foydaga chiqadi desa kompaniya, bu dahshatli deyiladi-da, masalan, bu normal holat. Bizda shunaqa hali nima bozorimiz o'sha investitsiya sohasida shunaqa nima bor, tendensiya bor investorlar orasida qancha tez foydaga chiqsa, mana hozir berdimi, sразу foydaga chiqishi kerak. Shunaqa tendensiya bor, afsuski. Endi bizning masalan sohamiz unaqa tendensiyaga to'g'ri kelmaydi. Bu degani masalan kamida 3 yoki 4 yilda sof foydaga chiqadi degan nima onlayn kinoteatrda. Va o'shaning uchun ham onlayn kinoteatr o'zi umumiy nafaqat O'zbekiston bozorida umuman olib qarasangiz, mana misol Rossiyaning bozoriga qaytadigan bo'lsak, Okko degan onlayn kinoteatr bor. Bu Sberbank, katta bankning onlayn kinoteatri. Yoki mana Qozog'iston bozorida Freedom degan finans bor. O'zi O'rta Osiyoda ikkita kompaniya IPOga birjada o'zini sotadi aksiyalarni. Birinchisi bu Kaspi Qozog'istonning, ikkinchisi bu mana Freedom Finance. O'sha Freedom Finance'ni
o'sha katta Freedom Finance ochyapti masalan. Yoki deylik, masalan, Start deylik, kompaniya Start. U Megafonniki, Kinopoisk Yandexniki. Men nimaga bu narsalarni aytyapman? Bu onlayn kinoteatr shunaqa qimmat sohaki, buni faqat katta korporatsiyalar ochadi. O'zi o'sha super appga integratsiya qilib qo'yishi uchun. Shuning uchun masalan hozir bizda shaxs mana xususiy investorlar bor, kichkina ular bittani rus tilida aytiladi, nakalinka собранный platformalari borda. Bizda ko'p hozir qiladi, chunki qiyin emas-da, o'zi kodini nima qilib ishlab chiqarish texnologiya tomonidan qiyin emas, lekin uni yuritish, uni nimaga olib kirish, xarajatlarni qoplab olish qimmat va ular yopilib ketadi yana shunaqa. Shuning uchun bu unaqa jozibali emas. Lekin agar buni potensialiga qaraydigan bo'lsangiz, olib qaraydigan bo'lsangiz, bu juda ham katta summalar. Chunki media har doim butun dunyoda har doim shunaqa bo'lgan, media sohasi eng zo'r katta nimalar bo'lgan, katta pul olib keladigan soha bo'lgan media. Kinopoisk hozircha menga raqobatchi emas, hozircha meni ular partnyorim desam bo'ladi, chunki ular hozir menda 1 yillik meni setkamni sherik bo'lgan. Mana masalan 1 yilda men qancha serial chiqarsam, o'shanga ular sherik bo'lgan. Bu koproduksion deb aytiladi. Ya'ni ular 50%ni, biz 50%ni beramiz va hozircha ular biz bilan o'sha partnyorskiy ishlayapti. Chunki ikkita platformada chiqib kelyapti-da. Bu bizga ham qulay, ularga ham qulay. Bizga chunki aytib o'tganimdek xarajati katta. Bizga hozir qo'llab-quvvatlayapti. O'zi masalan biza hozir Salom TV shunaqa nimaga juda ham katta fokus qaratyapmiz va shunaqa taklif bilan chiqqanmiz hamma platformalarga, mana bitta serialni ikkita uchta platformaga bo'lib qilamiz deb. Chunki haqiqatan ham xarajati qimmatda va ular ham masalan qaysidir platforma boshqa auditoriyani o'rgatadi, pulli madaniyatiga, o'sha to'lashga, ikkinchi platforma ham o'sha web serial orqali u ham o'rgatadi va biz o'rgatamiz va umumiy bozorimizni birga rivojlantiramiz. Tushundingizmi? Shuning uchun hozir umuman raqobat so'zini men bu yerda ishlatmagan bo'lardim umuman. Chunki siz bozoringizning 10%ni egallab turib, umumiy 20 ta platforma, o'sha ichida Kinopoisk ham bor, hamma bor. Raqobat desak, kulgili men uchun. Hech qanaqa raqobatchilik yo'q. Boshda kelinglar, biz mana fintechlarga o'xshab, prям вплотную bozorni egallab olaylik-da, o'sha bir-birimizga o'sha konkurentniy sredaga yetib kelaylik-da, bir-birimizga o'sha sig'mayapmiz-da, mana o'sha prям o'shanda da raqobatchilik bo'ladi. Masalan, hozir nima raqobatchilik qilasiz? Misolda boshqa ekspansiya haqida gap ketadigan bo'lsa, biz masalan Tojikistonga ekspansiyani o'ylab turibmiz. Qo'shni Tojikistonga, chunki u yerda bozor bo'sh, u yerda auditoriya, katta miqdordagi auditoriya o'zbek tilida kontent ko'radi. Bizning o'zbek nimamizda. Misol uchun biz hozir Qozog'iston bozorini o'ylab turibmiz. Chunki Qozog'iston bozori ham juda ham rivojlangan, lekin nima deydi, koproduksion bilan birga qilsak bo'ladi. O'zim men Qozog'istonlik, Qirg'izistonlik ko'p do'stlarim bor, prodyuser shu sohada, biz hammamiz bir-birimiz bilan aloqalarimiz bor. Va biz hozir shunaqa keyslar izlayapmizki, bitta kinoga ikkita davlatga qilishga, masalan, tushuntiribsizmi? Mana hozir qozog'istonlik qo'shnilarimiz qilyapti shuni. Patrul seriali mana u Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekistonda ketdi misol. U kino, masalan, o'sha kino ham ketdi, misol shuncha pul yig'ilgan, masalan kelib 7,5 milliard yoki 8 milliarddan so'ng ortiq pul yig'ib ketdi. Men juda ham eshitib xursand bo'ldim bu nimalarni, statistikani. U degan nima degani, agar auditoriyaga siz yaxshi kino taklif qilsangiz, borib ko'radi. Kinoteatr sonida emas-da gap. To'g'ri, kinoteatr sonida ham gap, lekin birinchi navbatda biz kontentimizni ko'paytirib olaylik, keyin o'sha sig'mayotganda kontent nimani qilib olamiz. Kinoteatrlarimizni ko'paytiramiz. Hozir kinoteatrlarni ko'paytirsangiz,
Lekin kino bo'lmasa yaxshi kino nima foydasi bor? Или как будто bizda nima biz hozir mana aytishimiz mumkin, yaxshi kino olmaymiz, потому что bizda kinoteatrlar kam. Xo'p, o'sha kinoteatrga soniga mos kino olib pul yig'aylik boshda shuni qilib ko'raylik, qo'limizdan kelsin shu, ana keyin aytaylik investorlarga yoki davlatga murojaat qilaylik, bizga ko'paytirib beringlar kinoteatr, bizga bu sig'mayapti deb. Hali biz uni eplolmayapmiz, lekin kinoteatrlar sonini gaplashamizda. Davlat kino ishlab chiqarishiga men umuman vasha qarshiman. Chunki davlat kino ishlab chiqarmashi kerak. O'zi umuman davlat hech narsa ishlab chiqarmashi kerak. Davlat prosta bizga yaratib berishi kerak sharoit va bizani o'sha infrastruktura sharoit yaratib berishi kerak va bizani qonuniy o'sha nimalarimizni ta'minlab berishi kerak. O'sha hamma narsa qonuniy o'sha bo'lishi uchun-da bizga sharoit yaratib bersa bo'ldi. Tadbirkorlar o'zi qilishi kerak, biznes o'zi bo'lishi kerak. Kinoda ham xuddi shunaqa, tushunib turibsizmi? Shuning uchun men bu narsaga unaqa nimam yo'q, ishtiyoqim yo'q. To'g'ri, u yerda katta yaxshi pullar bor, lekin u foydasi yo'q-da, baribir, tushunib turibsizmi? Dublyaj masalasi hozir juda ham zo'r ketyapti O'zbekistonda. Bilasizmi, nechta xususiy studiyalar bor, dublyaj qilib yotibdi. Juda ham ko'p hozir dublyaj. Dublyaj endi hozir shunaqa nimaga tushib qolgan, pasayib qolgan, darajasi, chunki 2-3 ta aktyor olib turib, bitta aktyor 3-4 ta ovoz bera oladi. Hozir studentlar yoshlar olayapti-da, masalan, arzon dublyajlar qilinyapti. Tushunib turibsizmi? Nimaga? Chunki o'sha ko'proq kontent qilish uchun, ko'proq vыбор nima edi? Ko'proq auditoriya uchun tanlov bo'lishi uchun o'sha ko'p dublyajlar qilinyapti hozir. Biz avval o'ylardik, dublyaj studiya qilishimiz kerak deb o'ylagandik-da endi biz. Lekin qarasam, dublyaj studiyani qurganingiz foydasi yo'q. Bozorda o'zi shuncha xususiy dublyaj studiyalar mana oldi, taklif qilyapti-da. Lekin sifati tushib ketgan hammasini. Chunki mana ko'p saytlar, pirat saytlari bor. Kirsangiz 10 mingtalab o'zbek tilidagi kontent bor. O'zbek tilidagi kontent bor masalanda, tushunib turibsizmi? Kecha chiqqan unaqa populyarniy emas, lekin kecha chiqqan kino serialni ko'rib ko'rsangiz hozir borda, ko'p nimalarda, platformalarda va ko'p pirat saytlarda. Buni ham yaxshi tomoni bor, ham yomon tomoni bor. Chunki bozorni bitta nima deydi, fakti bor. Son avval boshda, keyin sifat. Tushunib turibsizmi? Hozir bizda shunaqa nimada, hozir bizda son, keyingi etap уже sifat bo'ladi. Shuning uchun buni hozir o'tib olishimiz kerak. Zo'r savol berdingiz. Men bu yerda endi to'g'risini tan olish kerak. Bizda hozir O'zbekistonda oq bo'lib ishlab turgan onlayn kinoteatrlar ikkita. Haqiqatdan ham umuman pirat nimasi yo'q. 3 ta ekan adashib. 3 ta mana platforma bor. Ularda nima yo'q. Nima deydi? Piratsiy kontent umuman yo'q, tushunib turibsizmi? 20 tadan 3 tasi. Qolgani va biz ham pirat kontentni qo'yapmiz. Nimaga desangiz, chunki birinchilardan bu bizga emas pretenziya. Bu pretenziya men o'ylashimcha bu o'sha davlat idoralarini nimasi bu. Ishi bu. Ular masalan kelib turib, bolalar o'tiramiz, hammaga mana qonun, mualliflik qonuni. Hali mana siz hozir muallif qonunligini olib qarasangiz, o'qisangiz, aka, u yerda regulirovanyasi, uni kim o'sha ijrochi, mas'ullar va boshqa konteksti yaxshi yozilmagan. Tushunib turibsizmi? O'sha muallif huquqi bizda cho'tqa ishlanmagan. Va masalan kelib turib, mana bunaqa bo'ladi, o'chiringlar deb kelib bizga masalan bizani majburlab o'chirtirsa edi, tushunib turibsizmi? Biz hammamiz o'chirardik. Endi qarab ko'ring, men aytaman. Bo'ldi, bugundan boshlab men piratlik qilmayman. Lekin qo'shni platformalar ular pirat berib yotsa, nima keladi-da, foydalanuvchi keladi-da, bozorda turadi-da,
Mana bu onlayn kinoteatrda ko'proq tanlov ekan. Bunga farqi yo'q. Piratmi, pirat emasmi tanlov bor. Chunki u potrебитель o'sha foydalanuvchi uchun to'psizmi? Iste'molchi. Va u pirat deganda qanaqa pirat bo'ladi bu sizda? amerikanskiy, gollivudskiy kinolar, chet el kinolari o'shalarni bizda ham nimasi bor-da, tushunibsizmi? O'shaning uchun biz hozir agar bizga masalan nima deydi, boshqa davlatlardagidek masalan muallif huquqi ishlasa, chotko prям to'xtatilib davlat nazoratida bo'lsa bu va qonuniy bu yaxshi ishlasa, hammamiz o'chirsak, biz tayyormiz bu narsaga. Piratlik kontentimizni o'chirib olishga, tushunibsizmi? Endi все познается в сравнении degan nima bor, termin bor, bilasiz. Masalan, siz Germaniya yoki Angliyada nima ko'rsangiz, kirib ko'rib saytdan, piratskiy saytdan kino ko'rsangiz, sizga bir hafta ichida xat keladi uyingizga, shtraf ko'rganingiz uchun. Tushunib turibsizmi? Shunaqa darajada himoyalanadi nima muallif huquqi. Ular pul to'lab ko'radi. Ular o'zi ularda shunaqa madaniyat shakllangan, ular pirat nima deydi? Tushunasizmi? Spros deydi-ku, spros bor joyda предложение bo'ladi. Ularda spros bo'lmagani uchun, o'sha Yevropa, Amerikada spros bo'lmagani uchun pirat kontentiga предложение ham yo'q-da. U yerda piratskiy sayt topish ham qiyin, chunki ular o'rganmagan u narsaga. Ular bilmaydi ham pirat saytidan kirib ko'rsa bo'ladi. Biladi, lekin ular qilmaydi u ishni, tushunibsizmi? Shunaqa ular hayot tarziga aylanib ketgan. O'shaning uchun u yerda taklif yo'q. Bizda nima? Biz endi rivojlanib kelayotgan davlatmiz. Endi rivojlanib kelyapti. Hamma sanoatlar bizda nafaqat kino, hamma sanoatlar endi rivojlanib kelyapti. Bu shunaqa bo'lgani uchun bizda предложение bo'lgani uchun, spros bo'lgani uchun предложение bor. Men bepul kino ko'rmoqchiman degan iste'molchi to'lib yotibdi, to'g'rimi? Mana masalan marhamat deb biza taklif qilyapmiz. O'zbek kino hali o'zini cho'qqisiga hali chiqqani yo'q. Agar o'zini cho'qqisiga chiqib unda aytsa bo'lardi, qaytadi deb. Lekin o'zbek kino u payti masalan cho'qqisiga chiqmaganda baribir. Masalan qilingan bo'lsa bir sovet davrida ajoyib kinolar bor. Lekin hozir masiga aytsam sanab bering desam juda kam son sifatida. Mana bu 2000-yillar kommersiya boshlanganda, kommersiya kinolar Karimov paytida kinolar boshlanganda, u payti to'g'ri, u payti mana endi rivojlanib boshlagandi kommersiya melodramalar. Lekin bir xillik bo'lib ketgani uchun o'sha auditoriya bormay qo'ydi kinoteatrga. Uni men cho'qqisi deb ayta olamanmi? Yo'q, uni men cho'qqisi deb ayta olmayman. Men uchun u cho'qqisi emas, tushunibsizmi? U masalan hozir siz o'zbek kinoni agar mana xususiy sektorda ham olib qaraydigan bo'lsangiz, eski kinolarni hisoblasangiz, mana 2000-yillar olingan qaysidir kinolar bor-ku, mana zo'r eslaymiz-ku. Ishonavering, uni biza siz bilan o'sha payti o'sganimiz uchun, katta bo'lganimiz uchun zo'r deymiz-da. Lekin bizadan keyingi pokoleniya hali xudo xolisa shunaqa kinolar qiladi. U kulgili bo'ladi-da. U payti qilingan melodramalar uchun u cho'qqisi emas. Shuning uchun men har doim bu narsani aytib o'taman. Mana o'sha prodyuserlar bilan o'tirganimda aytaman, qaytishni urmanglar, baraka topinglar. Nimasiga qaytamiz? U hali prosta u kichkina bitta qadam bo'lgan. Mana endi katta qadam bo'ladi, xudo xolisa. Bu yog'iga katta zo'r dahshat kinolar olinadi, ko'rasiz, xudo xolisa. Shuning uchun 5 yildan keyin albatta hozirgiga nisbatan zo'r bo'ladi bozorimiz. 100%. Men xudo xolisa o'ylayapman, shunaqa umidim bor. Biz prodyuserlar zo'r kinolar olamiz, yaxshi pul topamiz, bozorga pul kiradi, bozorga pul kirgandan keyin bozor ham rivojlanadi, tushunyapsizmi? Va investorlar keladi, o'zi iltimos mana pulimni olib menga kino ol deb o'zlari keladi, tushunibsizmi? Va shu bilan birgalikda kreativ ekonomikamiz ham o'sadi, xudo xolisa, zo'r bo'ladi. Pastga qarab ketmaydi 100%. Yo'q. 100% kelmaydi O'zbekistonga Netflix. Yurtni berishi sizga? Yo'q. Kelmaydi, chunki bu fantastika. Kira olmaydi, chunki ularga ob'yom qiziqmasda. Mana siz Turkiyani oling, 80 million aholi.
bozori ularni kamida 40 million nima hisoblanadi. Siz Netflix buyurtma berib ishlab chiqargan kinolarni sonini bilasizmi nechta? 5 ta. 5 ta kinoga haqiqatan ham buyurtma bergan, mana pul bergan. Tushunib turibsizmi? Keyin mana misol uchun Ozarbayjon bor va Malayziya bor, ikkita bozor bor, ikkalasi ham musulmon davlat. Netflix nima qilyapti? Okey, kelinglar mana Leyli Majnun degan serial olishdi. Malayziyalik qiz Ozarbayjonga o'qishga boradi. Netflix moliyalashtirdi uni. Ikkita bozorga bitta serial probaga qilib ko'rdi. 3 yil bo'ldi unga, undan keyin davom ettirmadi. Hali Turkiyada rivojlangan bozorida, hozir bilasiz Turkiyaning bozori qanday rivojlangan, u yerda Netflix o'zi buyurtma berib qilgani, tushunasizmi? U yerda hali unaqa nima kirib olmagan unaqa, biza вообще hali yaqinlashmaganmiz. Tushunasizmi? Buyurtma berishi ku 100%. Mana agar Skandinaviya davlatlarini olsangiz, yo bo'lmasa o'sha vostochniy nima derdi? Sharqiy Yevropalarni oladigan bo'lsangiz ham Netflix unaqa pul berib yotgani yo'q originalslarga. Prosta ular umumiy dostupda bor. Ular ishlatadi foyda. Bizda ham bor. Tushunasizmi? Bizda Netflix kirib keldimi bizga desangiz, nima ma'noda kirib keldi? Buyurtma berdimi? Qani 100%. 15-20 yilda ham kirib kelmaydi deb o'ylayman men. Da, lekin u baribir Netflix baribir nima deydi o'zbek tilidan u sun'iy intellektda hozir agar qivorsa, men mana bozorda ko'rganman, mana Kannida Mipcom degan bozor bor. O'sha yerda men ko'rganman o'z ko'zim bilan. Shunaqa texnologiya sotildi. Netflix sotib oldi o'sha texnologiyani va любой tilga sun'iy intellekt nima qilib beryapti. Subtitr emas, subtitr u уже unga e'tibor qilmang, 10 yillik narsa u. Nima? Dublyaj. Shunaqa emotsionalniy dublyaj qilyapti. Hozir shuni integratsiya qildi Netflix. Endi o'zbek tiliga buyurtma berasiz, 5 minutda sizga sun'iy intellekt nima qilib beradi. Ajoyib ta'sir qiladi. Chunki Netflixga zo'r ta'sir qilgan. Agar yana shu Netflixga qaytyapman, nimaga? Endi u biz общий показательda bu. U degani mana Netflix nima qildi? Zo'r konkurs qildida 10 yil oldin shunaqa sistema kiritdi, sun'iy intellektni. Siz masalan profilingiz bor. Siz kirdingiz, profilingizdan kiryapsiz, sizni podboringizni sizga podbor qilib beryapti. На основе ваших интересов deydi, podbor qilib beryapti. 10 yil oldin qilgan uni, sun'iy intellekt integratsiya qilgan. Hozir bizning O'zbekiston platformasida hech kimda yo'q-da aka. Tushunasizmi? Hozir siz ham men platformamga kirsangiz, o'zi umuman O'zbekiston bozorida siz любой platformaga kirsangiz, siz kirsangiz ham bitta podborka, sizni akangiz masalan komediyaga qiziqsa ham bitta podborka, tushunasizmi? Bu kulgili, unaqa bo'lmashi kerak, tushunib turibsizmi? Shuning uchun sun'iy intellekt bu o'zi sun'iy intellekt hamma sanoatga zo'r nima bo'ladi, rivojlanish bo'ladi.